Kamera ishlayaptimi? Okey. Hammaga salom, e'tiboringizga Kamin Asror va bu Flex Stream kanali. Sizlar bilan esa men va bizning mobilografimiz Hikmataliyev Diyorbek. Bugun biz do'stlarim bilan Navoiyga 2 kunlik sayohatga boryapmiz va u yerda ajoyib holat va emotsiyalarni sizlar bilan ulashib boramiz. Xohlasangiz ko'ring yoki ko'rmang, lekin bu siz uchun albatta qiziq va ajoyib bo'ladi. Bu men bunga kafolat beraman. Video olunyapti bu. Video olunyapti. Ha. Hey. Videoni o'chirdi. Videoni o'chirdi. Garaj futbolga. Hey. Naqayam? Kepka samisi. Reklama ketib qoldi. Bu yerda faqat bizning universitetimizda reklamasi bo'lishi kerak. Bizning universitet emas, institut biza. Nagalar sal aqlida. Marjon. Hozir bu videoni ko'rsa. Ko'rib chiqaramiz. Atayam kesmasdan. Mana biz bugun avtobusga yetib keldik, avtobusga minib oldik va biz asta-sekin O'zi boy gapirdingiz shu joyda buni qayerga borayotganini aytishmabdi. Xullas, Navoiyga boryapmiz. Men boya aytdim, esni yo'qoldi prosta. Navoiy dedim men. Uzr, endi xayol boshqa joyda. Uyqusirab o'tibman. 2 soat uxlaganman. Xudo xolasa men bitta narx ko'rsating. Mana asta kelgan yo'lovchilar asta chiqishni boshlagan. Xudo xolasa. Nima qiladi? Bizni kuzatishda davom eting. Qiziq va ajoyib holatlarni sizga ulashib boraveramiz. Vaqt ketgan vaqtingizga achinmaysiz. Uxlagan videosi qo'yaman, albatta. Kutib turing. O'zimizkilar ekan. Ko'raylik video. Futbolkalarni olib pastga tushib, zalga kiyib kelamiz ekan. Qaror soat mana shu formalar kiyishimiz kerak. Mengachi? Menga formalar. Oho. Samisi. Legenda. Agar o'sha kirishni xohlasangiz, samisiga to'xtash mumkin. Va siz bepul sayohatga ega bo'lasiz. Albatta o'zingizda ijtimoiy faol bo'lsangiz. Albatta sayohat qilishga pulingiz yo'qmi, shunchaki samisiga topshiring. Va volontyorlar kursiga yozilsangiz o'zlari olib ketishadi. Lekin biz volontyorlar. Shunday o'tsak bo'ladi. Nadi? Fakir. Alexa kanal nomi. Ona. Visual aka, visual. Aprila. Kalonga o'qalu. Sizga nima? Yorni yozga tushgan har bir inson Mana soat millari ham chiqchiqlab 7:30 bo'ldi va biz o'sha yo'lga Alex kabling bormi teknologiyasiga qo'yishdi. Olib kelmay kabel chiqib qo'ydi. Hammasi tagingga bor, tagingga qarasang. Taglaringga qarasang, o'zga joyi bor, o'shada joyiga qo'yiladi. bizni kuzating va ajoyib kadrlarni boqib olamiz. Yaxshi xotiralarni biz bilan o'tkazishga agar Men hamma kadrni bizni kuzating bo'lyapti bitta gap. Mana, chunki bizdan boshqa so'z chiqmayapti, qolganlar uyalyapti. Xudo xolasa bu yoqda uyalmaydiganlardan o'zak hammaga qo'yib boshlaymiz. Gapirdi. Aytib qo'yay, Diyorni kamerasiga tushganlar o'z roziligi bilan YouTube'ga chiqib mana biz o'sha yo'lga chiqdik. Xudo xolasa yo'ldagi qiziq holatlarni biz bilan kuzating. Albatta. Men olaman. U oladi, men gapirib turaman. Bo'lmasa qiziq bo'lmaydi.
bir kishi gapirishi. Mana biz yurishda davom etyapmiz. Bilmaymiz qayerdamiz. Spitaning anodamiz. Nima edi? O'sha joydamiz. Biz hozir hammani uy orasida olamiz. Hamma uxlab qolgan. Hech kim yo'q. Qanot ketyapmiz. Hozir zerikali muzika nasibmayapti, lekin zo'r. Xudo xolisa, asrorga keldik. Zortib boramiz video olib hamyoqda. Bo'ldi, tugadi. Biz davom eting. Hamma bilan bo'lsa Davom eting. Zo'r videolar zo'r chiqyapti. ahillardan qilamiz. Ovoz eshitgan bo'lsangiz. Orqadan gapirma, lekin oldida emasmanda. Qolaylik bizdan. Mana azizlar, nima uchun o'zbek madaniyat O'zbekiston musiqasi pastga tushyapti mana. Shunaqalar artist bo'lyapti. Qo'shiqchilik nimaga bo'lyapti? Shunaqalar artist bo'lyapti. Zo'r kalga bosib ketyapti. Azoblash xizmat qilsak. Tajik vamos. Do'sting o'zini qo'shig'ini topib olganda. Qanotda beraman sizlar uchun. Asr gazoz eshitamiz. Hozir. Kim yo'q? Hozir. Sayohatimiz yarmiga yetganda metan zapravkaga to'xtadik. Hamma joyda metan zapravka, bu yoqda ham, bu yoqda metan zapravka. Mana ko'zlarimiz va bizning yo'lovchilarimiz charchagan holatda kelishdi. Avzoqni aytganda o'ng tomonda metan zapravkasi. Chap tomonda metan bilan qo'yilgan metan zapravkasi. Ana yerda qo'tirib yozilgan metan zapravka. Turgan metan zapravka egasi. Metan zapravkaning egasiman. Chiptalayman bo'lsa kirmaysiz. Bizning keyingi Mana Navoiyning ham yuragiga yetdik do'stlar. Ko'rib turganingizdek ustozlar kayfiyati a'lo va biz kontentni davom ettiramiz albatta. Noviras. Sumkamdagi pul. Ketdik magazinga. Mayaqqa. Qo'y. Qaror hech bir olib bermayman. Asror olib beradigan bo'lyapti. Asror bo'ldi. Asror sumkasiga Obunachi mana va'da beryapti Asror. Olib beryapti. oberasizmi? Bizning mana o'zi men tanishtirishim totib o'tiring. Tanishtirishim kerak-da o'zi men bu kanal egasi. Diyor esa homiy. Davay endi, davay ketdik. Mana endi so'radi. Der nima berasiz? Gaz narsa olsak hozir qornimiz och, mazamiz qochib tashlaydi. Biroq hech narsa olsak, ketishimiz kerak. Bilasizmi, do'sting olib bergan narsa hamma narsa doimo shirin. Shirinni homiy olib bergan.
Men nima chans? Bollarni Bollarda eng qiyin tanlov mana shu yerda keladi. Ha, rost. Xotin tanlashda bunchalik qiynalmaymiz. Gazli suv ichamiz yoki oddiy? Gazli icharmiz balkim, to'ydiradi ancha. Gazli. Nima? Qanaqasi? Asrordan topib Obunachilar degani yo'q ekan. Nima edi? Asal qurmazlar, shu gapga. Kattaroq oldim. qizimni oldim men. Qolganini bilasiz. Ey, maydasidan olaylik, hozir to'kilib ketadi bu. Qanday Mana do'st, yaptolik bo'ldi. Bo'ladimi? Bu Anastasiya. Tashab qo'yamiz Anastasiyaga. Bo'ldi. Aralashmasak bo'lmaydi. Qochamiz. Aytdingmi? Bir nima deb qo'ying bizni kanalimiz uchun. Omad tilayman, faqat omad o'zingizni biladingiz. Albatta. Siz intervyu berayotgan mikrofon yonimda ekan. Asror. Beko qolib ketamiz. Nima deb qo'ying? Gapiring, yutga chiqasiz. Mikrofon chiqaryapti. Nima deb qo'yay? Farqi yo'q. Samisi olg'a. Odiljon tezroq to'yni o'tkazaylik. Ha, o'ylasiz. Aqrab omad beringiz. Ayting, sanadan 29 ming sanada mana xizmatda bizlar o'yin kulgida ham, tashvishda ham, xursandchilikda ham bizlar bo'lib turamiz, xudo xolasa. mehmonga kelinglar. Siz tashlar yig'ilib. Gap yomon bo'ldi. Siz tashlar yig'ilib. Qizlaringizni Ssenariyni olmasizlar. qizlarni ham oladilar. Va bizning mahsulotimizni Qomi Bosh qomi Diyorbek. va payshanba somsalar olib beradi. Ketdi. Asa videoga tushyapti. Uyattirmang. To'yda qo'yasizlar, lekin vaqtda. Qo'limni narvani chiqaring. Turali. Videoga emaslar, ha, turali. Qani? O, ana. 3 ga bo'linglar, keyin 3 ga bo'ling. Nima? Asketamiz. Pishirib oling. Qani? Qalay bo'ldi? Do'stimiz mana sizni bu erishga olib ketdim. Mahsulotni. Buni olib kelgandan keyin 3 ga bo'lamiz deb o'ylayapti. Afsuski, u prosta o'ylayapti. Biz xuyovoy bermaymiz. Qo'yamiz. Qoldi. Lakatdi. Biz yetarli. Ketdik. 05. Foq, katarga 05. Gapiring. Tashqari, ichkari ochildi ekan, hozir chiqib turamiz albatta. Oshxoningiz Diyorbek payshanba somsalar. Ya uni qo'yinglar. Obunachilar qiziqtirgan savol sizlar qanday tanishib qolgansizlar o'zi ikkalalar? Bizlarmi? Buni yomon yedik. Bu oxirgi partiyani birinchi partiyada o'tiradi. Qandayligini chiqib kirib qolganda oldiga o'tizdan qo'yadi. Shundan beri tanishmiz. Akam bo'ladi, akam. Bu meni orqamdan ko'karyapti. Ikkita yelkam, ikkita tog'im bor, ikkita akam bor. Bo'ldi, davay. Ha, ochildi ekan. Tezroq. Ishga kirsangiz buzib ketasiz hammani. Ashna bo'lsa qo'yaveramiz. Stakanchik olayna. Olayna. Xo'sh, xursandman sizlarga stakanchik olaymi? O, biz katta birinchi reysimiz kelyapti. 40 tashimiz bor. 40 tashimiz. Bizga nima berasiz? Nima beray? Mana Nima berasiz? ikkalasini to'lang bo'ldi. Ikkalasini to'lang. Yo'q. Mayli, bittasini to'lang. Buni to'lang. O'tmisiz? 13 ming. Chiqaribmisiz? 13 ming. Bittadagi menga olib bering menga. Bayramni so'rab bermadingiz. Qaysi? Qachon? Birinchi kunimi. Bolalar, bu 2007-yilda mezda O'zini o'ylayapti, kichkina olib o'ylayapti. Xuddi o'ylayapti. Hamma kichkina deb o'ylayapti. Akam keldi. Ha, revizor. Aka, sizim. Qo'y o'zini. Buni muddati o'tib qolibdi. Nimaga uchib yursizlar? Aktivistamiz biz, yo'q-ku? Zavodga borib jalbaqaylar. Davay, tez so'raylar. Biz boshqa narsa qilamiz. Men ishim yo'q. Bo'ldi, yetamizga. Davom eting. Короче, biz do'konga kirib chiqdik yo'lda o'rtasida. Esiga olgan narsalarimiz shular bo'ldi hozircha. Ular o'zlariga olgan, bizga olmaganlar. Boshqa ukam bo'lib turib birontasi menga narsa olib bermadi, o'zimdan so'rashyapti. Opop turib olib berdingizmi? Uka olib turib beringizmi? Ya, opop turib olib bering, men olib beraman. Voy, bo'ldi hozir. Davay.
7 mingga kalbasa oldim. Aha, keyin 11 mingga ko'l oldim. ha. Keyin nima derdi? O'sha yergacha ko'rganman. Yedim, ichdim. Ha, o'sha yergacha ko'rganman. Ha. Xullas yetib keldik. Aholiga to'g'ri qilib keldik. Yo'l uzoq bo'ldi, og'ir bo'ldi va ajoyib xotirlarga boy bo'ldi deb aytmayman. Chunki hech biri bo'lmadi. Вообще zerkarli bo'ldi. Endi qiziq narsalarni endi ko'rsatamiz agar nasib bo'lsa. Mana uyushtiradi. Kim deydi? Uyushtiradi Albatta. Ko'p qiziqarli narsalar bor. Hali oldinda sizlar uchun tayyorlab qo'yganmiz albatta. Ariq bo'yida o't, bu bola yomon charchadi. Zo'rman. Charchadi. Biz yetib keldik, bizni qandaydir sig'dirishmayapti, biz tusholmayapti. Mana. Assalomu alaykum. Hurmat, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ajoyib bizni kutib olishdi. Navoiyga rahmat. Qarasa, vaziyatni ko'ryapsizlar, juda ajoyib. Hech qanday nolish yoki bir kamchilik yo'q. Bizga yoqdi. Va issiq judayam. Shunisi bor. Shamol ham issiq shamol bo'lyapti. Qandaydir zim havo desa ham bo'ladi. Da, to'g'ri. Mishirga sumkadan berib qo'yishdim. Ona kimga o'zim. Abduqodir Husanovsiz. Sizsiz. O'sha paxta qo'yib ketdi, biladi chunki bizda hamma ko'rishini. Grantga kirish mumkin. Grant faqat. Boshqaga o'tdik, lekin bari o'sha bir xil ekan. Shunday. Yuzi gaplar. Baribir lekin yoqmagan narsasi qizlarni o'tkazishda zo'r joyi. Biz yana nima deydi, xona qidirdik, ancha urindik. Buni bo'lib qo'yishdan unutmanglar. Men shuncha qo'lim og'ritib ko'tarib yuribman-da, sizlar uchun albatta chiroyli chiqsin dedi. Obunani bosamiz, podpisatsiyani bosib qo'yamiz va qo'ng'iroqchani ham ular bosib qo'yamiz. Hamda like va kommentariyaga panda diyor deb yozib unutmang. Quyosh har doim Navoiyga kulib qaraydi ekan, juda ko'p qaraydi ekan. juda issiq, juda issiq. Basharasi bilan qarayapti. Basharasi mayli, hamma yo'q bilan qarayapti. Voy, yomon issiq. Sharoitlar haqida gapiriladi. Sharoitlari mana. Navoiylik bolaga aytganman, issiq deganman, ishonmaganman. Nima? O'zim yashagan joyda nima yashamaydi? Shundan beri qiynab kelgan savolim bor edi. Nima sarg'ayib ketgansiz degan. Tushundim. Ya. Inson bu yerda qorayib keyin sarg'ayib ketgan. Shahardamisiz sizlar? Ha, Navoiyda zimlagiz aka. Yo, men Samarqanddanmen. Samarqand qayerda? Shahardasiz? Ha, bankimizda skip to'la. Ushida bo'linglar. Partalar Короче, muhit haqida lekin birinchi suzib gapiring. Havosidan issiq, bunchalik issiq deb o'ylamadim. Sig'mas, issiq. Issiq, Sig'ma deydi. Sizlarni ham issiq o'rtasa issiq ekan. Yu, daraxt zo'rda. Eng qiziq, ozgina shamada uni ham issiq-da. Ya, bu kechqurun kerak bo'ladi, bu kechqurun. Navoiyda bir so'z bilan dasturlang, siz issiq deb ko'rasiz. Ne issiq demanglar. Bu hamma joyda bor. Samarqand ham issiq bo'ladi hadimi. Hadimi, lekin bu yerda tezroq issiq bor ekan. Va mana bu giloslari ham meni yegim keldi. Olcha bu. Misol uchun Samarqandda 30 gradus bo'lsa, bu yerda 33-34 bo'ladi. Ha, Navoiylik o'zi aytadi. Ko'tariladi. Mana gilos bo'ladi. Aka? Gilos bu. Google yozsan, Google'ga olcha. Google'ga olcha desam, gilos desam bitta rasm chiqadi. Yo'q. Men sizga dakazat qilaman. Kattasini chiqaradi. Davay. Aytaku. Tunka yo timsoh. Tunka timsoh deb. Olcha.
Mana. Endi nima yozyapsiz? Olcha emas, gilos. Mana bu gilos qani? Mana gilos. Hop. Ha? Xonim bor-ku, shuni gulga o'xshatib o'ralgan gulxonim. Ha, qara. Qara. Pelmen. Pilmin, lag'ma, ha, chuchvara. Pilmin-da o'sha. Barak. Barak. sho'rba. Ha. Qara. Gilos. Piroshki deyapsiz. Endi qara. Piroshki emas. Olcha. Bir narsani ko'rsat. Yo'q. Mana kichkina bu. Mazgi. Kichkina bu. Obbo, bilet. Olcha. Mana, qara, yaxshilab e'tibor ber. Ko'rdim ana. Gilos. Yaxshilab e'tibor ber. Bu kattasi bu. Qanday kattasi? Mazgi. Kallang ishlamaydi, ha? Ikkamiz bir narsa. Просто ikkisi kuzatayotganlar ham zerikib ketadi bitirishda. Odam yeyish yaxshi ko'raman. Olcha gilos bu. O'zim adashib ketdim. Ronda soat 12:30 bizga Sabet. Hozircha salatdan oshirish yasaydi. No, uni keyin можно zakovatcha, zakovatdan qiziq holat bo'ladi. Davom eting kuzatishda davom eting. Institutimizning yana bir talabalaridan guruh nomlari Umid. Albatta biz bularga umid bag'ishlab qolamiz yutishlarga. Omad. Hozir biz zakot intellektual o'yindan chiqib, endilikda esa Navoiy davlat qonunchilik universitetiga yo'l olmoqdamiz. Biz bilan birga bo'ling. Birinchi juftda albatta sizlarga katta rahmat. Biz birinchi juftaga yetdik. Hurmatli obunachilar. 15 ga bo'lganmi? Bizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosing yoki albatta. Biz Navoiy davlat qonunchilik va texnologiya universitetiga yetib keldik. Ha? Abduqodir Husanovsiz. Familiyangiz nima? Hamrayev. Abduqodir Hamrayev. Bitta fikr bildiraman. Navoiy zo'r shahar. Qoyil qoldim. Hamma narsasi qoyil qoldim. Zo'r. Misol, odamlari ham xushmuomala qanaqadir. Hamma narsa yaxshi. Faqat iltimos, osmonga sal bulut olib kelinglar, iltimos. Sal bulut olib kelinglar, iltimos. O'zi qoraman, men qorayib ketyapman. Siz yolg'iz emassiz. Siz yolg'iz emassiz. Bizni kuzatishda davom eting. Qalban birgamiz. Bizni kuzatishda davom eting va kechki ajoyib diskotekadan bahramand bo'ling. 7 ta kadrni bitta so'zga gapiradi. Balki kuzatmay qo'yasiz, Kuzatadi. Ishonaman, like bosing, to'g'rimi? Albatta. Montaj nima qilgandan keyin albatta kuzat. Flexa muxlislari, obunachilari, terik himoya degan umiddaman. Biz ko'rgazma namunasiga ketamiz. Kelishing. Men gapiryapman? Ha. To'g'rimi? Xo'sh, короче, mana biz Navoiy Navoiy davlat qonunchilik va texnologiya universiteti. Ha, Navoiy qonunchilik va davlat xullas Navoiy davlat qonunchilik va texnologiya universitetiga tashrif buyurdik va u yerdagi muhitni ko'ryapsiz, ajoyib. Manzaralari va ko'rinishlari ham, sharoitlari ham o'ta yaxshi. Biz laboratoriyasiga keldik.
laboratoriya uskunada mana bunda maydalab olamiz. Mana bu uskunada. Bu Germaniyaning Fisk kompaniyasi tomonidan buni hazillashib va laqabini Spark deb ataymiz. Chunki bu Spark narxidagi оборудование bo'lgani uchun. Men sizlarga eng oxirgi maslahatim, maqsadni harakatni qattiq katta qo'ying, qiyinchiliklar zo'r bo'ladi, shungacha natijalaringiz ham juda katta bo'ladi. Rahmat, sog'-salomat bo'linglar, navoiy ko'rtirgan. Ustozimiz koordinatorimiz qiziqmoqda. Konferensiya zali, bu yerda biz prezidentlarni ko'rgandik vaqtida. Shahram, sizni ko'rib turibsiz muhit ajoyibligini. Shunday ekan, shu ajoyib va qiziqarli kontentlarni yanada tomosha qilish uchun bizni kuzatishda davom eting va sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Avji kelmay qoldi-ku. Baland qilishdi. Bor degan joyini bilaman lekin faqat. Faqat siz o'sha bilasizmi? İka 324. Azob bu ish, yo'llari chalkash, sarson bu ish, ozori ko'p, darmonsiz yo'q, sinmay o'lay, yo'lida ish, bevafoni, bilmayin sevdim, jinam, kuldi-yu ketdi, ketdi, aytgimga yetding, aytmay sevib, bor o'shalarga bor agar sevsa seni, mendan ham kuchliroq kerakmi senga, mendayin telbaroq oshiq bemor. Men aytdim, qaror qilaman-da. Necha yoshingizda talaba bo'lish sharafiga musharraf bo'ldingiz? 16 yoshimda. Necha yoshingizda? 16 yoshingizda? 16 yoshda 62 deb o'ylabman. Men ulug'vor ko'rinasiz. Ulug'vor ko'rinasiz. Bo'lmay turing, bo'lmay turing. O'g'il bolani yoshi katta ko'rinsa, xursand bo'lish kerak. Navoiy davlat konchilik va texnologiya hali xursand bo'laman. Markaziy Osiyoda konchilik. Bizning universitetdan safarimiz qardi, endi esa biz yana Olshtaga borib, nima o'ynaymiz? Tennis o'ynaymiz. Va kechki ajoyib diskotegadan sizlar bahramand bo'lasizlar. Davom etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kuzatishda davom etinglar. Mana men ham bahramand bo'lyapman, shogirdlarimiz juda ham xursandman. Ustoz bor, biz bor. Bitta jamoada ekanligimdan faxrlanaman. Bitta jamoada ekanligimdan yana qayta aytaman, faxrlanaman. Biz ham qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun rahmat. Biz hech narsadan qo'rqmaymiz va qaytmaymiz. Ortga yo'l yo'q. Otana. Qo'limizdagini ham oling. Mana. Albatta. Xo'sh, soatimiz millari ro'parasi 19:00 va biz sayohatimiz hali ham davom etmoqda. Biz o'rib yashab ketyapmiz. Ha, albatta. Biz joylashgan joy, nomi nima edi? YouTube qo'yaman. Yotoqxona. Nomi yotoqxona deb qo'yaman. Yotoqxona nomi. Navoiydagi yotoqxona. Yotoqxonaga kelyapmiz. Navoiydagi yotoqxona. Biz jamoa bilan. O'zbekiston. O'sha. Qaysi qilamiz alimdan. O'zimiz ko'rindik boshda. Biz o'sha jamoa. O'zbek ishlar. Da. Hozir buni bo'lib jamoa bilan yeymiz. Bitta bering. Bitta oiladan. Achchiq. Nordon. Assalomu alaykum do'stlar. Xullas, biz joylashgan joyning bog'iga boryapmiz. U yerdagi ajoyib mevalar va iste'mol qilishni xohlamoqda. Shunday siyamlar. Hozir keyin yana ajoyib voqea va hodisalarni sizga ulashib boramiz. O'zi ulashib kelyapmiz ham. Like bosmayapsiz lekin siz aka. Podpisatsiya bo'lashamaysiz. Podpisatsiya qo'ying. Shu yergacha ko'rdingizmi? Demak, bu video sizga yoqdi va bizni kuzatishni xohlayapsiz. Prosta o'zingizni inkor qilyapsiz. Shuning uchun prosta xohlaganingizni tan olinglar, bizga follow bosib qo'ying va do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Qo'raqchani olib qo'ying. Da, bizdan uzoqlashmang.
Hali bunaqa kadrlar ajoyib bo'ladi. Hech kim chiqarmagan O'zbekiston. To'ppa-to'p. Bo'ldi, chö. Chö deymiz yur. Chö davay. Ey, chö. Homini yeb ko'ringlar, qanaqa bo'lar ekan. Voy. Shuncha daraxt bor. Ketdi baqa o'rab. Yemi yeb bo'ldi. Mana shu olxo'rimi nima mana shu? O'zi mo'r boqib katta bo'lgan qiz. Ha, kichkinagina. Mana olxo'ri. Bizdagi seva bor. Eksperiment qilib ko'ramiz, короче. Hali pishmabdi, salgina lekin ajoyib. Stabilizator og'ashim kerak-da, borga qo'lim bo'lsa noqulay bo'lyapti. Mevasi haqida qisqacha bir. Qanday? Yemasam bilaman, yaxshi. Mayda ekan. Olmaysan? Bering. Olmaysan qoladi. Dari. Nice thing, na. Moy. Ha, bo'ldi. Git. Yemayman, achchiq. Va shartimiz. Keldikmi? Achchiqmas ekan bunisi. Xullas, doim aytayotgan video davomida ko'p ishlatgan gapim, bizni kuzatish davom eting. Yor, nima deymiz? Hozir gapirganingizda bab o'zingiz eshitilmaydi. Albatta bu kechqurungi vibe, tungi vibe. Demak, men ham shu yerda. Final. Ajoyib holatlarni yo'lashib boramiz. Hop, bizda final. Azizlar, final. Hop. Gapiring jiga. Gapirsin. Senda final. Jonlar tushdi. Bas, Navoiy davlat universiteti o'qishlar bitirib Navoiy davlat universiteti domlalari qoldi. Xullas, davom eting. Boshladi. O'ynash kerak. Bayramdan so'ng biz yengil tamaddi uchun do'konga keldik va shu bilan bugungi kunimiz nihoyasiga yetdi. Ertangi kunni ham albatta ulashamiz.
Albatta, kuch qo'lingizda. Bizda bo'layotgandek uyni tadbir tugadi va har doimgidek o'g'il bolalar o'zini odati, ya'ni yig'ilib hamma ketgandan keyin 4 ta guruncha. Hop, bugungi kun yaxshi o'tdi. Tomog'imizni yorib qoldi to'g'risi. Bugungi kun zo'r, bolalarni maza qilib kun o'tkazdik. Endi har doimgidek Asror aytgandek, o'zimiz o'g'il bolalar bitta ovqat bilan uxlamaymiz. Bitta ovqat bilan uxlamaymiz, uyqu kelmaydi. Zo'r o'tdik. Bugungi kun haqida aytadigan bo'lsak, bizga eng yoqqan joyi mana shu oxirgidagi tadbirchalar bo'ldi. Tadbirchalarga alohida ularga gap bo'lishi mumkin emas. Hammasi zo'r. Xudo xolasa ertangi kun bundan ham olov bo'ladi. Albatta. Mana bizda ikkinchi kun va soatimiz 6:30. Bizda esa badan tarbiya, lekin 3 kishidan boshqa it zoti yo'q. Ovozimizga e'tibor bermaysizlar. Xudo xolasa ikkinchi kun ham bundan qiziqarli bo'ladi. Hozir biz Asror bilan bitta priyom qildik. Badan tarbiyaga chiqmayotgandik va o'yladik biz oxiri chiqdik deb. Bizdan ham shu stir odamlar bor ekan, birinchi chiqibmiz. Hech kim yo'q mana. Albatta. Bizni kuzatishga davom eting. Shuncha narsa chiqarib videoga olyapmiz bizlar. Obuna bo'lmasangiz yot bo'ladi. Mana biz ham manzilimizga deyarli yetdik. Atrofdagi manzarani ko'rishingiz mumkin. Navoiyning hududlari ajoyib. Brat, jo'ram. Davay. Mana biz hozir avtobusga ketyapmiz. DJ boshchiligimizda ikkalamiz bizga qo'ydik. Mana ko'ryapsizlar, xalq o'ynayapti. Yo, o'ynamayapti-ku. Короче, zo'r bo'lyapti. Avtobusga ketyapti. Cho'z o'rtasiga ketyapmiz, bitta ko'rsatib qo'ying. Cho'z o'rtasi. Bilmaymiz, internet zo'r ishlar degan. Qanday ishlaydi bu yerdagilar? To'g'risi xafa bo'lmanglar degan qiynalib ketdim men to'g'risi. Bizni kuzatishda davom eting. Bizni kuzatishda davom eting. Davom eting, u birinchisi ham aytdim. Muxlislari, biz mana sizga aytib o'tganimizdek Qo'qqa yetib keldik, ya'ni Nurotaga. Marhamat. Qadrcha qo'yib. Bu Nurota mehmonxonasi ekan. Biz sizlar bilan birgalikda hozir ana shu cho'qqiga chiqamiz. Adashmasak, Albatta. Hozir men qiziq ma'lumot eshitib qoldim. Qarang, bu baliqlar yeri tagidan kirib, Imom Buxoriyda hovuzdan chiqargan. Hayron qolyapman. Samarqandga shuncha yo'l yuramikan? Bu baliqlar yeb bo'lmaydi-da. Buni yeb ko'rgan. Yo'q, yeb bo'lmaydi. Siz nima qaydan paydo bo'lib qolgan bu? Rostdan nima sizlar tanishtiring bizni. Davay. Nima bu? Kim odam bu? Sinatul akam o'zi Navoiydan hozir bizga tanishtirib beradilar. Qisman Nurotada o'zi nurli tog' degan ma'nosini bildiradi. Bu o'zi o'sha baliq bor, o'sha Muhammad aytganlar. Imom Moturudiydan o'shalardan keladi, deyiladi, lekin ko'pincha aholi baliqlar yoshligidan o'zaro tashlab ko'payib ketgandan o'stirishadi. Turli xil turistlar non tashlab qandaydir mahsulotlar berishadi. Kattargandan keyin bu baliqlar umuman yeb bo'lmaydi. Chunki ular tarkibida qandaydir modda bo'lishi kerak. Baliqlarda umuman yeb bo'lmaydi. O'lgan, hatto o'lganlari ham o'sha yeb bo'lmaydi. Gruppa yig'ilib nimadir gurunglashadi. Ha. Bosh qilishyapti, o'g'il bola o'zi. Choyxona desam, ketdik. Zaharli bu baliqlar desa bo'ladi. Bu haqida unchalik to'liq ma'lumotga ega emasmiz, lekin shuni ham birozdan so'ng sizlarga bilib aytishga harakat qilamiz. Hozircha esa faqat manzarasidan bahramand bo'lishingiz mumkin. Mana biz hozir Nurota tog' maskanidamiz. Qadrdonlar, Flexab muxlislari. Endilikda biz sal teparoqqa chiqishga harakat qilmoqdamiz albatta va chiqamiz ham. Qayerga chiqib yurmagansiz-da? Tog'ga chiqib yurmagansiz deyman. To'g'risini aytsak, buni to'g'ri telefonda ham yaxshi yoki kamerada yaxshi ko'rish mumkin, lekin
o'zingizga ko'z ko'zingiz bilan ko'rsangiz yana ajoyib va chiroyli muhitda beradi. Men Domlo Bahriddinov. Ben ko'p yil Nurotda o'qituvchilik qilganman, Komsomol partiyada ishlaganman, Afg'onistonda xizmat qilganman. Harbiy va rus tili o'qituvchisi bo'lib ishlaganman. Yoshlar bilan ko'p yaxshi ishlar qilganmiz. 2003-yil Respublika Shunqorlar musobaqasining mutlaq g'olibi harbiy kishi. Bedaman ishim mehmonlarga to'g'ri axborot berish va yoshlar kelganda, balaginalar kelganda dumalab ketmasin deb qarash. Bugun sizlar mana bir yaxshi tadbirni uyushtirib, chiroyli bo'lib, shuncha yo'l bosib kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanot. Rahmat. Bu yerning ziyoratgoh bo'lishiga sabab chashmaning suvining paydo bo'lishi. Olimlarimizning fikrlaricha salkam 40 ming yillar ilgari mana shu chashmaning joyiga osmondan bir bo'lak tosh tushgan ekan. Fan tilida meteorit deydi. Meteorit bo'lagi katta zarba, katta kuch bilan chashmani joyiga urgan. Yerni bag'rini yorib yorgan. Yoriqlardan qaynab suv chiqqan ekan. Chashim ko'z, suvning ko'zi ochilib, chashma paydo bo'lgan. Toshni qoldig'i suvning tagida lang'illab turgan, nur taratib turgan ekan. Va keyinchalik bu holatni ko'rgan bobo kalonlar Alloh taolo bu yerga nur ato qilgan, nur paydo qilgan. Bu yer Alloh nur ato qilgan joy deb shaharning nomini Nurato degan. Bu birinchi joy bilasizmi? Chiqib amalingiz bilan tushish bu haqiqiy qo'rqinchli ekstremal holat. Dumalab ketib qolsang undan zo'r ketdik. Taksa muxlislari. Aslarda qo'rqmas qarshi. O'zim pishiryapman, ehtiyotkorlik sizlar uchun albatta, sizlar uchun chiroyli kontentlar tayyorlab berish uchun. Agar qo'ysa bilasizlar, dumalab ketib qoladi. Oyoq qo'yadigan holat. Qoch. Qasi. Mana shu video yo'q. Beresa biz kelgan hududning kichik bozori, bu yerda o'ziga yoqqan turli xil narsalarni topishingiz mumkin va sotib esdalik uchun olib qo'yishingiz mumkin. Achkilar bor ekan, deb achki taqib kerak. Men qaysi chiroyli tushgan shumi? Xo'sh. Menga dumaloq to'g'ri kelsa, ana shu kerakchi? Qanday turdi? Zo'r. Zo'rmi? Yarashdi. Pulim yo'q, bo'lmayman. Chunki bizning muxlislarimiz bizga obuna bo'lishmayapti, like bosishmayapti bizda. Mablag' yo'q. Agarda siz bizga obuna va like bosish unutmasangiz, bosib qo'ysangiz bizda mablag' bo'ladi va biz shunday chiroyli achkilarni topib bahramand bo'lamiz. Mana aytingiz, tweetimiz yo'qmi? Kartani men kartamga yozib qo'yaman. Karta raqamini tashib berasizlar. Faqat yerga bildirmaysizlar. Ketdik. Shunday o'zi. Hayot shunday o'zi. Demak, biz yana keyingi manzilga boramiz. Bu manzildan o'sha qaytyapmiz. Sizlarga yo'q degan umiddamiz. Ma'lumotga ega bo'ldingiz. Keyingi borgan manzilimizda ham ma'lumotlarni sizga ulashib boramiz. Soxtalik yo'q senda aslo, so'zlaringni rost sevdim. Yolg'on ekan avvalgisi, buni afsus kech bildim. Dildagi dardimga davosan, chin muhabbatga arziysan. O'tmishimni unutdim, asta ko'nglimga malhamsan. Dildagi dardimga davosan, chin muhabbatga arziysan. O'tmishimni unutdim, asta ko'nglimga malhamsan. Seni uchratdim kuygan, ko'nglimning cho'g'i so'ndi. Osmondagi oydan so'ra, oydan ko'ra seni sevdim. Sadoqatingni hurmati sevaman bor umrim bilan. Vafoli xayoli yor bo'l, taskin toparman qalbim bilan.
Dildagi dardimga davosan, chin muhabbatga arziysan. O'tmishimni unutdim, xasta ko'nglimga malhamsan. Dildagi dardimga davosan, chin muhabbatga arziysan. O'tay g'urbat shahridan, to'sa yo'qlik sahridan. Sotimda bor nomusim haqi, ilohim asra ayol makridan. Sotimda bor nomusim haqi, ilohim asra ayol makridan. Ayol makridan falak hayrondir, falak bo'lganiga pushaymondir. Shaytonga dars bo'lar insondir, ilohim asra ayol makridan. Ayolning avval hayosi bo'lsin, o'ziga qadriga vafosi bo'lsin. Ilohim asra ayol makridan. Asra ayol makridan, hamda uning zahridan. Asra ayol makridan, hamda uning zahridan. Sotimda bor nomusim haqqi, ilohim asra ayol makridan. Sotimda bor nomusim haqqi, ilohim asra ayol makridan. Xo'sh, bizda oxirgi menimcha manzilimiz bo'lsa kerak, bu ham Oqtepa lavash. Oqtepa kafe. Ismida to'g'ri. Uzr so'rayman, kun issig'idan ancha chalkashib ketdik va bu yerdagi muhitni, manzarani hozir ko'rishingiz va birgalikda baho berishingiz mumkin. Albatta tomog'i og'rib qolgan e'tibor bermaysizlar. Masalan, muzika bilan keldik. Mana hozir shoular o'tkaziladi. Albatta biz kuzatib boringlar. Juda qiziq narsa hali oldinda. Bizdan uzoqlashmang. Bizdan uzoqlashmang. Ko'pincha Navoiyga bo'lgan ikkala sayohatimizda mana shunga o'xshagan challenge-lar va topshiriqlar bo'ladi. Bu esa talabalarni va bergan qatnashgan ishtirokchilarni kayfiyatni ko'tarish va ekstremallikni oshirish uchun imkon va sharoit yaratib beradi. Bu tadbirlardan bekorchi bo'lgan bolalar nima qilishni bilmasdan mana yerda o'tirishadi. Mana ana uning boshchiligida bekorchilar mana shu to'daga yig'ilishadi. Toshib beraverdi bolalar. Soatimiz millari ham soat 12:30, короче. Bir onda va biz obed. Malades. Kunlik sayohat haqida qisqacha fikrlar. Bugun zo'r bo'ldi, lekin eng ko'p vaqtimiz o'sha yo'lda o'tib ketdi, lekin mazza bo'ldi. Siz endi o'zim avvaldan qoracharoq bo'lganman. Battar qorayib ketganimni, kunim qanday o'tganini bilsanglar bo'ladi. Chotki. Bir marta nega orqa chotki bo'lmadi? Gap bo'lishi mumkin emas. Nima bo'lmadi? Gap yo'q. Bizni kuzatish davom eting. Hali qiziqarli voqea oldinda bo'lsa, sizlarga ulashib boraveramiz. Biz qoqib o'tiramiz hozir. Nima? Biz qoqib o'tiramiz. Bu yerda hamma sayohat haqida fikr aytdi-da. Siz ham shu o'z fikringizni ayting. Nima haqida? 2 kunlik sayohat haqida fikringiz. Ajoyib bo'ldi. Uyda mazza o'tgan yaxshi edi, lekin bilaman, bir tomondan yaxshi, bir tomondan yomon bo'ldi. Yomon tomoni oyog'im og'ridi, yaxshi tomoni ham oyog'im og'ridi. Chunki bu narsa o'zimga kerak edi, kontent oldik. Albatta xursandman. Sayohat ajoyib bo'ldi. Kecha va bugun. Havo issiqligi olmaganda men urgan qo'yganman, qolganlar qiynaldi lekin. Qiynalmadi. Navoiyda yomonlar kelmayapti. Mana shu videoda buni gapini oldim, meni videomni qo'yib yuborgin. Muxlislar tunar oldingi gap. Zo'r bo'ladi.
Xullas, hozirda ajoyib ketyapti. Kamchilik yo'q menimcha. Bitta 07 bo'lganda jotki bo'ladi. Nima bo'lganda? 07lik bezga suv. Ha. Unaqasi yo'q. Astos. Kuzatuvchilar sizlarga kattadan katta rahmat. Og'irgacha kuzatganlaring uchun. Shu yergacha kuzatgan bo'lsangiz, videomiz sizga yoqqan bo'lsa, bundan ajoyib kontentni kutib qoling va bizga obuna bo'lishni unutmang. Hop, sayohat ajoyib o'tdi va bundan zo'r sayohatda bundan zo'r narsa o'yinlar va qiziq videolar sizlar kutyapti. Albatta kuzatib boring. Hali hammasi oldinda, to'g'ri aytyapsiz. Hammasi oldinda. Albatta hammasi men olaman. Bitta kuzatish davom eting. Kuzatish davom eting. Xudoksab sizlar bilan. Sizlar bilan. Apple. Bo'ldi, men so'kib bordim mana shu yerda. Mayli. Grimyor. Va boshlaysiz, boshlab bering. mana Flexa muxlislari, Flexa kuzatuvchilari bizning sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. 2 kunlik sayohatimiz ajoyib taassurotlarga ega bo'ldik. Bizdan o'zimizdan yana ijtimoiy faol ko'rsatsak, albatta sizga ham bundan-da chiroyli kadrlar ko'rsatib beramiz. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, bizga obuna bo'lishni unutmang va kuzatishni davom eting. Flexa doimo sizlar bilan. Albatta.